Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yilning boshi 2025-yil uchun va 2024-yil uchun fuqarolarimiz tomonidan deklaratsiya topshirish avjida. Shu munosabat bilan juda ham ko'plab savollar kelib tushmoqda. Mana shu savollarga mutaxassisdan javob olish maqsadida bugun Samarqand viloyat soliq boshqarmasiga tashrif buyurdik va ushbu savollarimiz bilan Samarqand viloyat soliq boshqarmasi mutaxassisi Anvar aka Kenjayevga murojaat qilamiz. Anvar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Anvar aka, mana ko'pchilik fuqarolarimiz o'zlari deklaratsiya yuboryapti. Hozir mana soliq qo'mitasini soliq mobil ilovasi ham juda ham trendda, aktual. Mana shu orqali yuborishga harakat qilyapti va ularda juda ham ko'plab savollar tug'ilyapti. Savollarning birini o'qib beraman. Farzandlari xususiy bog'cha yoki maktabga boradiganlar uchun qanday imtiyoz mavjud? Summasiga cheklov bormi deb bir savol kelib tushgan. Soliq kodeksining 378-modda 16-band 2-qismiga binoan 2022-yildan boshlab har bir farzandiga xususiy maktab, xususiy bog'chada 3 million so'mgacha yo'naltirilgan pul mablag'lariga jami yil daromadlar to'g'risida deklaratsiya taqdim qilgan holda o'sha o'quvchi farzandlarning ota-onalari vakolat doirasida da'vo qilgan holda deklaratsiya asosida imtiyozdan foydalanish huquqi mavjud. Tushunarli Anvar aka. Yana ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim. 3 million so'mlik chegara aynan farzandlarini xususiy bog'cha va maktablarga berganlar ota-onalarga taalluqli. Xuddi shunday. Ya'ni oliy ta'lim muassasalarida yoki bo'lmasa texnikumlarda o'qiyotganlar uchun chegara mavjud emas.